bilen oralarını üzümüzdeydi. Sen kazap kurşu Fəxi Pojaman Nazım Afrika başlarına emekliyinde. Festivalning finalini Olta teatr kollektivi o'tdi. Ularning uchasi xalq teatrlari. Bu atnadalar oltasida bir kunni sahnaga chiqdi ham har qaysi o'zlari so'ylagan asardan uzuk taqdim etdi. Ko'pchilik teatr kollektivlari komediyaga ustunlik bergan, o'z ishchanlar yumorini o'timli ham jilli etib yetkira bildilar. Biz indi Zülfat Hakim'nin ikinci yıl spektaklini koyabız. Başta indi koyar aldığından varsında indi avtorlar bilen söyleşem men onlardan kengeş alam bilen neçe yıllar boyu şu kolektif bilen işleybiz. Eğer de indi jitmese, rollerimiz jitmese avtor bilen rol soylam kiriden spektakl yasaybız. Именно şu kişini kirtirişin bizga bu obrazlar bitni g'oshlik bizga da biz asarni o'qig'achda shu obrazlarga g'oshlik bo'ldik ikkimizdan. Sahnada ikkimiz bo'lgan ulishlarda endi biz anda yurgan bilan qoplanib gul kulishamiz endi shunda sahna o'rtasida. Ko'nglimiz bilan shuni ko'ngildan o'ynaymiz, rahat yaratib o'ynaymiz, balki shoqdan sahnada qatnashamiz. Mitray xalq teatri Oygul Ahmedg'aliyevaning Ko'z nurlarim dramatik hikoyasini sahnalashtirgan edi. Kollektiv qisqagina epizodlar bilan asarning ishtaligin to'lisincha ochdi. Bu spektakl deb aytgan narsa bilan ko'ngilga bizning ushadi. Hozirgi dunyoda bo'lgan bek aktual problemalar ko'tarilgan. Ham shu spektakldan men o'zimga narsa oldim. Mana shu turmushning mashaqqatlarini yerib, turmushning dolqinini yerib, qo'shag'inda yasharga unutabız desek de bo'lar. Radila Habibullina ham Fawzariya Badardinova eng yaxshi xotin-qiz roli nominatsiyasida bo'laklandilar. Eng yaxshi Irat rolini boshqaruvchilar bo'lib, Elnur Karimov ham Vladimir Kanonov belgilandi. Debyut nominatsiyasida Ilnaz Mirzaxonov bo'laklandi. Konsertga qaraganda spektakl qo'yuvlari ko'ngilli, ana ko'ngilni aylantirib chiqara endi. Mana chin ko'ngil bilan o'ynaymiz. Biz anda üzülgen yüzümlerini de qo'ydik endi. Biz anda Ani kerak degan teatrlashtirdik sahna asarlarini endi. Bizlar ko'ngilli. Shoqirsinlarga boramiz. Men bugun da ishdan qaytdim agrammatchidan. Prямо ishdan keldim, menda yuvundim da kiyinib qatnasham dedim. Aytam boramiz, qatnasham degaч qatnasham dedim. Teatr kollektivlarining har qaysisina diplom ham notebook olish uchun sertifikat topshirildi. Muslim xalq teatrida bu kunlarda yangi spektakl hozirlay. Karim Tinchurinning Zangarshalin muslimlar mart boshida ko'ra olacak. Bugun repetitsiyalar bora. Men aytdim, shunday zo'r xayolim bor edi, qo'yazib şeyda güzelim aytdim, Zangarshalni qo'yib qarayq. Edi menda qiziqamiz, shu aytib biz ulashdik da Uyladığı indi bizim güçlü vokalistlarımız var yaşlar orasında. Rahatlanıp Bulat'ını, Meysərəni, birirlik, obrazlarını tutururluq yaşlarımız var. Bir güçlü oynarday yigitlərimiz var. Mənə şu mədəniyyət bölümündə işləvişi, həmqə mən avul klublarında işləvişi, muzika məktəbində işləvişi yigit qızlarımız bir güçlü. Zangarshal teatr sevuvchi rayondoshlarimiz uchun tog'in bir bo'lak bo'lashaq. Muslim xalq teatrini o'ngishlar tilaymiz. Rimma Avzalova, Dinar Minhajov, Muslim televideniyasi.